Ne çöp gitti hocam. Rayla. Oy. Dur kopmayma kızlar hocam. Oy ufkam demiş kılıvatsız deyme. Saat neçe oldu ya? Ufla kızvanla. Kız baltır bak gün yan baş çıkışa uflam ufkam. Anamız hemen xudunu qoğutup gelip ivetizken sizne. Ufkam anda kımman ma kızın mecazın bilisiz. Aldın qıdım. Toba oqshatdi, hamda paxtatqandek dedi. Yili kelib qolsa, men eptinizni ko'rib qo'mash qilib laqam qo'yib qo'ydim. Açashlaringizni. Qasqan qizg'on mandida qilib etganlar. Qop qo'shmishda olib ketib kelgan. Fukam, nimamda boshlaringiz keljon? Ne bo'pti? Qo'yga lapetgidek lan bulab ketibdi. Voy, set akipeklar. Köpek ulab ketishi. Unda bulab ketdi deb tumaymiz fukam qizib olib turib, menga chechingizni bir o'ngshaymen. Ma intilni bir shiltan afkam. Tөгісте çaç ozoqlandırış, çaç üye soğukluqı. Her qandaq çaçqa mas keldi. Ma bir shiltib afkam. Çeçiğizni bir oңşığa. El aqınız kelsi bir xo'shab ketsin. Rayla. Ötiş pas tugab afkam. Intilnikidan ağaçırığa unutib qolmaysizmi? Ma'qul. Icabısı. Fukam qancha pastı? Uy, unutib qopdim acha. Endi do'konga chiqma shu chog'da og'ach kerak. Chiqa. Acha men talavozga chiqib chiray. Fukam maqatni unutib qolmangizmi tish pastasini. Ma'qul. Intilnikidan jima. Ma'qul. Ve acha intilning tish pastasi ilishni yana unutib qopdim-a. Hech qisi yo'q fukam. Mush o'yin tepib chirayligimiz bilan ben xo'sh. Deb ketdim. Ati besan 10 tal eprej va intilning tish pastasidan. Chirib aramlay bo'ldi. Ujuringizda karotozni unutib qolmaysiz fukam, aramela. Ejeb deb ketdim. Atlam xizmatimda istifa berib, intil zoti berib ishlaychiman men. Acha. Bana çıkıp bırak. Ekma. Ojo, acha taştı mı su çıkıraysın ha? Çammadı ya kokudan bak çıkıp fukam men taxay. Acha. Bula şeker suyu içine. Mana. Hoca. To'ya bu nimda ochchiq. Aql ishorat nodon juvaldiriz fukam. Endi tish pastasi selishni unutib qolmaydigansiz. Yo'q, tish pastig'imni soldingmi acha? Mana sen degan intilning tish pastasi ichiydi mayli. Hoca, fukam nimda bu chaqmaq qanag'ini nimda joq birayga savdo qilib oramsiz ya? Sen bek deb ketding emas, nari qilirdi og'ach edim. Maşallah buna fukam. Nega? Nanoq suv yeydigan nashliqda. Yostiqni teqsab qo'yib ishiltay. Sening gumpularing bekchaq yana mening lasu kep qo'ysam, men opaq tishlarim qizirib qolmasin yana. Voy, fukam bu mavs qamla yostiqni teqib qo'yib qo'ysa chikib qoladi abi. Bo'ldi qila. Hamma kishi güzellikka intiladi. Tөгістінің şifalı rolü hamma yerda ta'kidlanayotgan shu daqiqalarda Xinjiang 100 yil import eksport savdo chaklik shirkati zamonaviy ilg'or texnika, yuqori o'lcham bilan Intil tөгісті yuvish buyumlari va grim buyumlarini g'albilik ro'yobga chiqardi. Shundaqla sifatni birinchi o'ringa qo'ygan. Mazkur mahsulot chach chiqarmaydi, chach tushirmaydi. Faqat chechinizning hozir qolib to'g'dab, sog'lomlik farqroq jonliq qiladi. Shundaq, sochlaringiz jonsiz bo'lsa, Intil tөгісті chaç siliqlash, chaç yuvish suyuqligini ishlatadi. Agar chechin farqroq bo'lsin desangiz, Intil tөгісті chaç oziqlantirish, chaç yuvish suyuqligini ishlatadi. Güzellikni so'ygich xalqimizga yanada Intil grim buyumlarini tavsiya qilamiz. Shundaqla Xinjiangning har qanday joylarida vakolatli hamkorlik solgan chaqiramiz.
intilganlarınız Intil'den kelsin. Ben baş tuttum. Men başlık kögendim ha. Siz kökenlerine baş aldım bunu. Vay vay Afgan. Bakalım. Ne oldu bu? Sizin oyda ciddi çişim sokmaydıgan bir aval çıkıp kaldı. Şundayma. Vaat değil mi? Böyle bitti mi? Bakın çıkartma. Saat tuttu mu ya? Yo, yılığı çiş baş sulap kaptıken. Böyle bir oldu ne sulap ketken bu şişvamken. Ya ben o toktap dursun. Ne oldu bu yerde bir Cengizler oğa aval vadak nemi şunu atı da? Vay usta, men be bizni alay depdim, qoğuluqdan qoğunu olğanı kucaqlap al demesme ha. Hadi başınım gibi ma. Vay bu, madak hesap şık oladıgan bizim bu. Bu şu hem bir Elsel emez hem dükkanda dangı sökep yeydigan şu çiş yotkalaydigan çiş pastısa. Ya bu anne. Ada oğa diken ma bizne silattis la. Bizne ayaqa berip turlar. Ertegen malkaga vaqtida bir aqasini o'ga git bir yetkizib bersam, ma bizne asılını işlesin. Ma nesini işleslar. Endi mani ishlatib tursanglar ertagincha men sizlarni keyiningda yetkizib berman. Bay. Ma'qul qoldiram. Xo'sh. Tajab oldirib bermishlar. Ya hech qisi yo'q. Ani men shu amal yo'q bir qog'ozga gap qoldim emasmi? Yo'q. Sert tudimi ya? Vay ya. Ya qasanglar o'sha chiroyli qizlarni ko'rganda bizlar esil so'zlar. Ma'qul. Ma'qul.